Bugungi obzorimizda Tiggo 7 Premium mashinasi. Bu mashinamiz 1.5 turbina, 147 ta o't kuchi. Mashinamizning motori 4 porsionli. Oldi dizaynlarini ko'rsangiz, bu restyling variantda chiqqan. Faralari adaptivniy bo'ladi. 360 kamera, oldi parktronik datchik, tumanka faralarimiz ham LED, lupali bo'ladi. Diska razmerlarimiz 18 razmerli diskada chiqqan. Lobovoylarimiz qiziydi, bokovoylarimiz ham qiziydi. Tomiga e'tibor bersangiz, katta panoramli lyuk, reylinglari bor. Mashinamizda besключовый достуp, ya'ni mashinaga yaqinlashganda o'zi avtomatik ochiladi. Saloniga keladigan bo'lsak, salonda eshik obshipkalarimiz toza kojadan ishlatilgan. Eshik obshipkalarida pishalkalari, ya'ni akustikasiga yaxshi katta e'tibor berilgan. Torpedalarimiz ham yumshoq kojadan qilingan, sidinalarimiz ham toza kojadan perforatsiyali qilib ishlangan. Sidinalarimiz qiziydi, abagrev sidinalari bor. Orqa qatoriga keladigan bo'lsak, orqa qatorlari ham ancha keng. Oldida qanday komfortda o'tirilsa, orqada ham xuddi shunaqa komfortda ketsa bo'ladi. Ya'ni orqa qator deflektorlari, konteyner sovuq, pechkasida issiq haydaydi. Orqasida abagrev sideniya, ya'ni knopkalar bilan o'zingiz legirovka qilib ketsangiz bo'ladi. Orqa qator USB portlari ham bor. Mashinamizning orqa qatorlariga kelsak, monoqosh, ya'ni splashnoy yonadi. Mashinamiz orqa bagajniklari elektronik ochiladi. Mashinaning orqa qator shtorkalari bor. Ya'ni bagajga yuk qo'yganingizda ko'rinmasdan chiroyli qilib turishini ta'minlaydi. Zapaska ballonlarimiz bor. Zapaska ballonlari dagatka bo'ladi, ya'ni eng yaqin servisga yetib olish uchun kerak bo'ladi. Komplektida hamma narsalar bo'ladi. Bagajimiz elektronik yopiladi, xavfsizlik tizimi ham bor. Ya'ni yosh bola bo'lishi mumkin yoki devor to'siqqa to'g'ri kelib qolgan holatda qaytadi. Mashinamizning bak hajmi 51 litrli. Oldi qatorga keladigan bo'lsak, mashinamizda sidina pamitlari bor, ya'ni eshikni ochganingizda qulaylik yaratish uchun sidina orqaga qaytadi. Mashinaga o'tirib, eshikni yopganingizda sidina yana oldinga, ya'ni saqlanib pamitga qaytadi. Mashinamizni yaqinroq kelsangiz, bu yoqda stiklopodъемниклari avtomat, bokovoy qayirib upravleniyalari eshik obshipkasida joylashgan. Mashinamizning bagajniklarini ichidan ochish mumkin knopka orqali. Balandlikdan tushish rejimlari. Mashinamizning rullari elektronik bo'ladi. Shom datchik, doj datchik, ya'ni yomg'ir yoqqanda dvorniklari o'zi ishlaydi. Cruise control, dvouxzonli klimat kontrol. Yana mashinamizda ko'p funksiyalari mavjud. Mashinaning monitoriga e'tibor berishingiz mumkin. Monitor splashnoy, proyeksionli bo'ladi. Rejimlarini boshqarish mumkin. Eco standart, sport. 3 xil rejimi bor. Buni monitordan ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Hamma funksiyalarni monitor orqali boshqarsa bo'ladi. Roldagi multimedia funksiyalari orqali boshqarsa ham bo'ladi. Bu yoqda elektron ruchnoy tormoz, avto hold, avariyanka knopkasi, rejimlarni o'zgartirish knopkalari, monitorni o'chirib yoqish knopkalari joylashgan. Stakanchiklari bor. Barlarimiz ancha katta, xolodilniklari bor. Lyuklarga e'tibor beradigan bo'lsak, polni panoramniy bo'ladi, shtorkalardan ochiladi. Mashina to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun avtosalonimizga tashrif buyuring. Avtosalon manzili Namangan shahar Chorsu kurashxona Petilitka Turon universitetining yonida joylashgan.